Barchalarga assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Qirg'izistonga kelgandik. Tadbir bor edi. Asallarni ko'rdim. Asallar har xil, mana imbirligi bor ekan. Qora asal, mana hamma maqtayotgan oq asal bor ekan. Cho'ta menga ta'mi yoqmadi. Menga ablikvixvi yoqdi. Shunaqa tayyorlash kerak. Mana ya'ni oblivixi bilan menga mana haqiqiy tog' asali yoqdi. Shundan oldim. Mana o'zim uchun. Keyin imbirli yoqqan. Narxlari 350 so'm. Bu degani 190 so'm, 187 so'mga ko'paytirasizlar. Shunda narxi chiqadi. Qancha bo'ladi? 500 bo'lganda bu endi kilosi yarim kilo. Yarim kilolik ekan. Ko'rasizlar, shunaqa asal Qirg'iziston endi haqiqiy asallar. Propolisligi bizga yoqmaydi. Achchiq. Можно kalkulyator? O'zingiz Yo. Narxini chiqaryapman.